Birinchi modul 19-test yechimlarini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Birinchi savoldan boshlayman. Ya'ni bu mediana testi ustozlar, ya'ni mediana xossalarini ko'rib chiqamiz bir boshdan. Birinchi navbatda ikkita mediana kesishgan paytida bizada nima bo'ladi ustozlar? 3dan boshlab hisoblaganda, ya'ni mana bu yoqdan boshlab hisoblaganda 2:1 nisbat. Bu 5 bo'ladigan bo'lsa, x ning qiymati 10. Bu 6 bo'ladigan bo'lsa, y ning qiymati 12. Ya'ni 5 bilan 6 ni nimasi 2 baravari bo'ladi. X plus y yig'indini so'ragan, javob 22 chiqadi. Ketdik keyingi ikkinchi savoliga o'tamiz. J nuqta ABC uchburchak og'irlik markazi AB bilan, demak, menda AC bir-biriga perpendikulyar bo'lsa, AJ 6 bo'ladigan bo'lsa, biz nimani topishimiz kerak? Sizlar bilan BC'ga ismini topishimiz kerak xullas. Mana e'tibor beringlar. AJ bor. AJ bor necha degan? AJ ni 6 degan. Hozir davom ettirsam, J nuqta og'irlik markazi degani bu menda medianalar kesishgan nuqta. Ya'ni medianalar kesishgan nuqtada 3dan boshlab, ya'ni A dan boshlab hisoblasa 2:1 nisbat. AJ 6 bo'lsa, bu tarafi 3 bo'ladi va AJ ni men davom ettirganim BC tomonni ustozlar o'rtasiga keladi. BC tomonini o'rtasiga keladi. Ya'ni mana bu kesma bilan bu yoqdagi kesma teng. Hamda menda ABC to'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzaga o'tkazilgan mediana gipotenuza yarmiga teng. Ya'ni gipotenuzani yarmi menda 9 ekan. Gipotenuzani topadigan bo'lsam, javob 18. 18 degan javob D javob. Ketdi. Endi sizlar bilan 3-savoliga o'tamiz. 3-savolda J nuqtasi ABC uchburchakning og'irlik markazi, ya'ni mana og'irlik markazi J da J, JF, ya'ni A, B, C larning yig'indisini menda 12 deb aytgan. Endi AJ, BJ, CJ lar yig'indisi. Mana J da A bo'ladigan bo'lsa, AJ 2A bo'ladi. J B bo'ladigan bo'lsa, bu joy 2B, bu taraf 2C, ya'ni 2A plus 2B plus 2C ni qiymati so'ralgan. 2 ko'paygan A plus B plus C. Javob 24 chiqadi. 24 degan javob bizada C javobda bor ustozlar. Keyingi 4-savoliga o'tamiz. Yana J nuqta ABC uchburchak og'irlik markazi ABC uchgening kenarortaylarining uzunliklari to'plami 42. Ya'ni kenarortay degani shu yoqdan men zametga qilib yozib qo'y. Kenar o'rtay. Bu menda mediana degani. Mediana. Uzunliklar to'plami degan uzunliklar yig'indisi 42. AG qo'shilgan BJ qo'shilgan CJ topilsin. Xo'p, demak, AJ ni davom ettiramiz. Endi salgina mana AJ ko'rindi hammaga. AJ ni davom ettirdim. Undan keyin BJ ni davom ettiramiz. Mana. Va oxirida CJ ni sizlar bilan davom ettiramiz. Mana. Ya'ni medianalar mana shular. Boyagi misolda yozdim. Mana bu kesma A bo'ladigan bo'lsa, tepa qism 2A. Bu qism B bo'ladigan bo'lsa, tepa qism 2B. Bu taraf C bo'ladigan bo'lsa, 2C. Ya'ni medianalari menda 3A plus 3B plus 3C ekan. 42. Ya'ni 3 ga bo'lib yuborsam A plus B plus C kelib chiqadi 14. Mendan so'ragan AJ, BJ, CJ, ya'ni 2A plus 2B plus 2C 28 chiqadi. 28 degan javob
javobda bor. Ketdi. 4-savol ketdi. 5. J.ABC uchburchakda yana massa markaz, ya'ni og'irlik markazi, medianalar kesishgan nuqtasi 2/1 nisbatda bo'linishdan foydalanamiz. Ya'ni 3x plus 2 barobar 2 ko'paytiruv x plus 2. Demak, 3x plus 2 barobar 2x plus 4. Bundan x ni topadigan bo'lsam, javob 2liga kelib chiqadi. 2 degan javob bu. 2 emas, BD ni so'rabdi mana bu yoqda. E'tibor bo'linglar. Yaxshi ham javoblar ichida 2 degan javob yo'q ekan. Xo'p, BD kesmani to'liq uzunligi menda 3x bilan x ni qo'shaman, 4x plus 4. X ni joyiga 2 ni qo'yib hisoblasam, javob 12 chiqadi. 12 degan javob belgilash kerak. C javobda bor. Ketdi. Endi 6. J.ABC uchburchakning og'irlik markazi 12x YC kesma topilsin. Bu yoqda bitta ideologiya, ustozlar e'tibor beringlar. Men AJ ni o'tqizaman. AJ ni o'tqizaman-da davom ettiraman. Ko'rindi hammaga. Xudo xolasa ko'rindi. Demak, AJ ni o'tqizdim, davom ettirdim. AJ ni o'tqizib davom ettirgan paytimda mana bu, demak, o'rtasiga keladi va medianalar kesish nuqtasida 2/1 nisbatda bo'linadi. Endi xohlasangizlar faliz, xohlasangizlar o'xshashlik qilib olsangizlar bo'ladi. Ya'ni 12 ni x ga nisbati barobar 2a taqsim a. Bu ham 2. Bundan x topadigan bo'lsam, javob 6 chiqadi. 6 degan javobi sekingina belgilab qo'yasizlar, B javobda bor. Ketdimi? Ketdi. Bu menda 6-savolning yechimi bo'ldi. 7. ABC uchburchakda AN ochyortay, ya'ni ochyortay deganni men o'tdim. Ya'ni ochyortay bu bizada bissektriisa. AN kesma bissektriisa, AD bo'lsa mediana. ND bo'lingan BC kesma uzunligini toping. Ya'ni ND menda. Demak, mana bu bissektriisaning nuqtasidan mediana nuqtasigacha bo'lgan masofa. BC bo'lsa to'liq tomon uzunligi. Bissektriisa xossasidan foydalanamiz. 12. Mana bu joyni A deyman, bu tarafi B bo'lsin. Yozaman. 12 ni A ga nisbati barobar 18 ni B ga nisbat. 12 bilan 18 6 ga qisqarsa 2B teng 3A. Yokida bo'lmasa B ni topadigan bo'lsam 1,5A. Bo'ldimi? Bo'ldi. Ana endi men mana bu D nuqta medianani, ya'ni o'rtasiligidan foydalanaman. Ya'ni BC kesma menda to'liq A plus B, ya'ni B ni joyiga 1,5A qo'ysam 2,5A bo'ladi. Yarmi, ya'ni B dan D gacha bo'lgan masofa shuni yarmi. Yarmi 1,25A bo'lishi uchun mana bu joy 0,25A bo'lishi kerak. Bo'ldi. ND taqsim BC so'ralgan bizada. 0,25A taqsim 2,5A, ya'ni 1 taqsim 10 degan javob kelib chiqadi. Bu A javobda bor. Ketdi. 8 ga o'tamiz ana endi. 8. J nuqta yana og'irlik markaz. Hop, DE 2. Endi buni yoz kitobda tayyor xossasini berganman. Yana bir marta ko'rsatib beraman ustozlar. DE menda parallel ekan. Ya'ni DE parallel degani hozir bejini o'tqizsam mana bu Y nuqta o'rtasiga keladi. DE parallel bo'lishi uchun D nuqta ham menda nima bo'lishi kerak? O'rta nuqta bo'lishi kerak. Bo'ldi. O'rta chiziq menda nima qiladi? Medianani teng ikki qismga ajratadi. Ya'ni mana bu AK kesma bilan KF kesma teng. Xo'p, muammo yo'q. Demak, AK kesma uzunligini A desam, KF ham A bo'lishi uchun FJ A minus 2. Mana J nuqtada 2 bir nisbatdan foydalansak
a plus 2 barobar 2 ko'paygan a minus 2. A plus 2 barobar 2a minus 4. Bundan a ni topadigan bo'lsam javob 6. A teng 6ligini topdikmi? Topdik. AF to'lig'i nima? AF to'lig'i 2a. Ya'ni necha chiqadi? 12 chiqadi. 12 degan javobni sekingina belgilab qo'yasizlar ustozlar. Y javobda bor. O'zi qoidasi bo'yicha mana o'rtadagi kesma misol uchun x bo'lsa, tepa taraf sizlarda 3x, pastki taraf 2x bo'ladi. Shunaqa qoidasi bor. Endi YGSdan o'tgan misol uchun leksiyalarim ko'rmaganlar uchun bu xossani yozib berdim. Ko'rganlar biladi. Endi 9-masalada ABC to'g'ri burchakli uchburchak, BD mediana ekan, AE bissektor esa ekan. 18 9 x kesma uzunligi topilsin. Endi bu yoqda to'g'ri burchakli uchburchakda BD gipotenuzaga o'tgan mediana bo'lgani uchun gipotenuzaning yarmi, ya'ni BD kesma necha chiqadi? 18 chiqadi. BD 18 bo'lish uchun mana bu joy 18 minus x. Endi bissektor esa xossasidan foydalanamiz. Ya'ni 18 minus x ga nisbati barobar 9 ni x ga nisbati. Qaysi? AE bissektor esa. Bo'l 18 bilan 9'i qisqartirib yubordim. 2. Nima bo'ldi? 18 minus x teng 2x. Bundan x topsam javob 6. 6 degan javob menda C javobda bor. Bu 9-masalani yechimi bo'ldi. Ana endi yana mana eng sevimli masalalarim 10, 11, 12. Nimaga yaxshi ko'raman? Chunki bular salgina bo'lsa ham qiyinroq masalalar. Yana J nuqta ABC uchburchak og'irlik markazi AJ bilan JC perpendikulyar debdi. JD DC ildiz osti 5 dan bo'ladigan bo'lsa, X kesma, ya'ni BD ni uzunligi topilsin. Xo'p, bu masalaga qanday qilib yondashaman? Birinchi o'chirda AJ ni o'tkazamanda davom ettiraman. AJ ni davom ettirdim. AJ ni davom ettirsam, misol uchun qaysidir M nuqtaga kelsa, mana bu yoqdagi JMC pastdan yashilda chizyapman. JMC uchburchagim menda qanaqa uchburchak bo'ladi, ustozlar? To'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi. Mana JMC qanaqa uchburchak bo'ldi? To'g'ri burchakli uchburchak bo'ldi. Sabab mana 90 ning qo'shnisi bu yoqda ham 90. Endi mana bu JD bilan DC teng degani mana bunga ham majbur teng bo'lishi kerak degani, ya'ni ildiz osti 5 chiqadi. M da kesma. Va AJ ni o'tkazgan paytim M nuqta nima? BC ni o'rtasi. Ya'ni bu taraf 2 ildiz osti 5 bo'ladigan bo'lsa, bu taraf ham 2 ildiz osti 5. Ya'ni x degani menda 2 ildizda 5 bilan ildiz osti 5 ni yig'indisi. 3 ildiz osti 5 chiqadi. 3 ildiz osti 5 degan javobi ostakina belgilab qo'yasizlar. B javobda bor. Ketdi. 10 ketdi, 11. 11-misolda xullas YF kesma uzunligi so'ralgan. AB bilan BC, AC perpendikulyar, DF teng 2 ta FC. Ya'ni FC kesmani misol uchun men hozir A deb belgilaydigan bo'lsam, DF kesma menda 2A. Tushuntirib bera oldimmi? A yu 2A. 9 taqsim 2 9 taqsim 2 6 6. Ya'ni D bilan Y nuqtalar menda o'rta nuqtalari ekan. D bilan Y nuqtalari o'rta nuqtalari. YF kesma uzunligini toping. Men nima qilaman ustozlar? Menda DC mediana to'liq 3A. Agar men hozir mana bu BY medianani ham o'tkazadigan bo'lsam, menda nima hosil bo'ladi? Tayyorgina bitta chiroyli shakl hosil bo'ladi. Ya'ni mana bu joyi ham A bo'ladi, bu tarafi ham A bo'ladi. Sabab mana bu menda demak medianalarga eshgan nuqta, men 2 ni o'chirib turaman.
Mana bu nuqta. Nimaga medianalar kesishgan nuqta? Chunki BY bilan CD medianalar kesishgan nuqta. Shuning uchun ham menda J nuqta medianalar kesishgan nuqta 2/1 nisbatda bo'linishidan to'liq mediana 3A bo'lsa, J esa 2A, bu yog'i A qoladi. Bo'ldi, 3 ta kesmacha teng ekan menda. Mendan x ni so'ragan. Nima qilaman? Mana bu AJ ni ham o'tkazib dalga davom ettiraman. AJ ni ham men hozir o'tkazib. Xo'p, endi bundoq qilaylik, to'g'rilab qo'yaylik. Men A'ga kelsin, A'ga kelgani bilinsin. AJ ni o'tkazgan paytimda katetlari 9 bilan 12 bo'lsa, menda gipotenuza to'liq Pifagordan 15, gipotenuzaga o'tkazilgan mediana gipotenuzani yarmiga teng. 7,5 bo'ladi, ya'ni mana tepa qism 5, pastki qism 2,5. Nimaga? Chunki sabab menda 2/1 nisbatda bo'linishi. Bo'ldi. Mana bu AJC uchburchakka endi hamma diqqatini qaratsin ustozlar mana. AJC qizilda chizib ko'rsatdim. Mana qizilda chizilgan uchburchakda Y nuqta AC tomonining o'rtasi, F nuqta JC tomonining o'rtasi vazifasini bajaryapti. Ya'ni EF o'rta chiziq x barobar 5 taqsim 2 bo'lar ekan. Bo'ldi. 11, demak bizada Y javobda bor. Ketdimi? Ketdi. 12. J nuqta yana ABC uchburchakda og'irlik markaz. Hop, J de perpendikulyar ACga uni uzunligini bergan 8 deb, AB kesma uzunligi topilsin deb so'rabdi. Okey. Qanday qilib topsak bo'ladi ustozlar? Qanday qilib topsak bo'ladi? Bu misolda J nuqtadan tushgan balandligi bergan 8 deb. Endi AB ga qanday qilib bog'lasak bo'ladi bu 8 ni? Da 2/1 nisbatda bo'linishi bor bizada. Bundoq qilamiz. 2/1 nisbatda bo'linishi bor bo'lsa, AJ ni bunda davom ettiramiz. Diqqat qilasizlar. AJ ni davom ettirdim. Da mana bu o'rtasiga keldi-ku. Mana shu o'rtasidan bitta perpendikulyar tashlayman bu yoqqa. Bu o'rtasidan perpendikulyar tashlasam o'rta chiziq bo'lishiga ishonasizlar? Sabab nima o'rta chiziq bo'lishiga? Mana bu AJ ni davom ettirsam M nuqtaga keldi, ya'ni BC gipotenuzani o'rtasiga keldi va bundan balandlik tashlagan paytim AB ga nima bo'ladi? Parallel bo'ladi. AB ga parallel bo'ldi degani o'rta chiziq bo'ldi degan. Va medianalar kesishgan nuqtada mana 2/1 nisbat bor. Bu 8 bo'lsa, mana kesmachani topib bilamizmi? Tak. B kesmachani 8 ni B ga nisbati o'xshashlikdan 2A ni 3A ga nisbati. Ya'ni 2 taqsim 3 ekan. Bu yoqdan B ni topadigan bo'lsam, javob 12. Va bu ham x taqsim 2 ga teng o'rta chiziq bo'lgani uchun. X topsam javob menda 24 chiqar ekan mana. Qalay yechim bo'ldi? Agar yechim yoqqan bo'lsa, ustozlar tushunarli bo'lgan bo'lsa, bitta plus sizlardan aylansin. Shu bilan bizada keyingi testimizga o'tsak bo'ladi. 20-test keyingi videoda bo'ladi. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Charchamanglar. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta plus like. Rahmat.